Konu fikirler nima uchun maxfiy qurol hisoblanadi? 1972 yili 3-oyning 16-kuni bir qator portlash sadolari Sant Louis shahrini zilzila keltirdi. Tunji bino shu kuni tushdan keyin soat 3da o'rildi. Shuningdan keyingi bir necha oy ichida yana 30 necha bino xarobalikka aylantirildi. Chiqib etilgan bu binolar hozir mag'lubiyatning o'rniki sifatida tilga ilinadigan Proid Ego degan turalg'u projektining bir qismi edi. Proid Ego turalg'u projekti 1954 yili boshlanganda shahar binokorligidagi bo'sish deb qaralgan edi. Sant Louis shahrining shimolida 57 akr yerni egallagan Proid Ego o'ltiraq rayoni 33 egiz binodan tarkib topgan bo'lib, atrofdagi aholilarni 3000 ga yaqin yangi turalg'u bilan ta'minlagan edi. Proid Ego'ning loyihasida zamonaviy binokorlikning eng yangi ideyalari qo'llanilgan edi. Loyihalovchilar yeshil bo'shliqqa ahamiyat berib, binolarni shaharning go'zal manzaralari ko'rinib turadigan darajada egiz loyihalagan edi. Bu binolarga faqat 1, 4, 7 va 10 qavatlarda to'xtaydigan taqlimi lift o'rnatilgan edi. Bu imoratlarga buzilmas chiroqlar o'rnatilgan bo'lib, metal tor bilan qoplangan bu chiroqlar buzg'unchilikni azaytish uchun loyihalangan edi. Har qavatga kollektiv axlat kanali qo'yilgan va koridorning yo'riq turishi uchun cho'ng derazalar o'rnatilgan edi. Nazariya jihatdan Proid Ego zamonaviy qurilish san'atining namoyandasida qilsa-mu, amaliyotda u bir ofat edi. Proid Ego'ning mag'lubiyati. Qo'shni mahallalardagi chatoqchilar Proid Ego qurilishdagi binolarning chiroqlarini chaqqili bo'lmaydiganligini anglagandan keyin buningga jang e'lon qilib, chiroqlarga suv chachqan va natijada chiroqlar qizib, kuyib ketgan. Keyingi qadamda ular axlat kanallarini buzib, derazalarni chiqib etgan. Bir dokladda ko'rsatilishicha, yo'riq yangi koridorlarda nurg'un derazalar chiqib etilgan bo'lib, binoning bir tarafidan yana bir tarafini aniq ko'rgili bo'ladigan holat shakllangan. Aslida Sant Louis shaharlik turalg'u boshqarish idorasi uy ijorasidan kirgan kirimni bino asrashga ishlatishni planlagan edi. Bu cho'ng projekt boshlangandan keyingi bir necha yilda kishilar Sant Louis shahridan ko'chishga boshlag'achqa shaharning nufusi azaygan hamda bu yangi o'ltiraq rayondan uy ijaraga olg'uvchilar mo'ljaldagidan oz bo'lgan va buzg'unchilik barg'ansir ko'payib, binolar remontsiz qolgan. Uzun o'tmay Proid Ego'ning zamonaviy loyihalari uning chekinishini texmi tezlatgan. Taqlimi liftlar axloqli puhralarni xatarga duchor qilgan bo'lib, ular o'z uylariga kirib chiqish uchun qo'shimcha koridorlardan va xatarlik palampaylardan o'tishga majbur bo'lgan. Jinoiy qilmishlarning ko'payishiga ergishib, texmi ko'p narsalar buzilgan va texmi ko'p kishilar ko'chib ketgan. Natijada bu turalg'ularni ijaraga berishdan qilinadigan tafovut ozayib ketgan. 1972 yili, ya'ni bu projekt boshlanib 20 yilmi bo'lmasdan, Sant Louis shaharlik turalg'u boshqarish idorasi qurilishiga 36 million dollar sarf qilingan bu binolarning hammasini portlatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil tuvan mo'ljallanmoqda. Ko'lami 57 akr keladigan 33 binodan tarkib topgan Proid Ego'ning loyihasida shaharlarning qanday taraqqiy qildiganligi to'g'risidagi an'anaviy bilimlarga sal qaralgan. Yer sharidagi gullangan va muvaffaqiyatli shaharlarning hammasi degudek tabiiy ravishda oldin planlab olinmasdan barpo qilingan. Binolar ehtiyojga asosan silingan. Shaharning ko'lami tadrijiy kengaygan. Bizning konu fikrlarning qiymatini tuvan mo'ljallab olishimizning mundaq bir qancha sababi bor. Biz ma'lum bir fikrning uzundan buyon davomlashib kelayotganligiga qarabla, hamma odam biladigan qarashlar tuzuk unum bermaydi degan xato yakunni chiqaramiz. Ya'ni hamma odamning shunday qilganiga qaraganda bu usuldan tuzukroq natija ko'rilishi tas, shunday emasmi deb qaraymiz. Bu yerda biz tushunishdan ojiz kelgan nuqta shuki, ulug' prinsiplar nuqul holda yaxshi fikrlarning jug'lanmasili bo'lmasdan, ular minglagan tayinsiz fikrlarni shallavatgan yaxshi fikrlarning jug'lanmasidir. Masalan, chiniqish jihatda necha 10 yil mobaynida son-sanoqsiz chiniqish usullari moda bo'ldi va modadan qoldi.
yangicha mashq usullari to'xtamay o'ttirg'a chiqib turgan bo'lsa-mu, bir necha yildan keyinla ularning o'rnini boshqa usullar egalladi. Biz badan chiniqtirish jarayonida eng yangi va eng nocha usullarni qo'llashgan bo'lsak-mu, ammo haftada 3 qatim ig'irlik ko'tarish yoki kunda yo'l mengishdak zerikishlik ulluq mashqlar barliq moda usullarni shallab etib ta bugungacha davomlashib keldi. Egilik tiklash jihatda egilik tikligüchi bo'lish sifatingiz bilan muvaffaqiyat bilan mag'lubiyat orasidagi farq, mahsulotlarga xaridor izlash uchun texmo ko'p kishiga telefon qilish degandek oddiy ulluq qilmishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Xuddi Starfighter shirkatining bosh ijroiya amaldori Patrik Makenzining aytganidek, bizning maxfiy qurolimiz qilinishi kerakligini hamma odam biladigan ishlarni savrchanlik bilan qilishdir. Kitob o'qish jihatda bu yilgi eng yaxshi setilgan kitoblarning tangdan to'lisi bugun donolikdek tuyuladigan, ammo yaqin kelgusida xatoligi isbotlanadigan fikrlar bilan to'lgan. Bu kitoblarning ichida 10 yildan keyinmi davomli o'qiladiganlari to'limi oz. Vaqtning saniqiga bardoshlik berilgan mushu oz sondagi kitoblar dal siz o'qishga tegishli kitoblardir. Chunki ular vaqti o'tmas dono fikrlar bilan to'lgan. Shu vajidan koni kitoblar bebaho qimmatga egadir. Ilgirkilar qoldirgan bilimning qudrati. Freud ego o'ltiraq rayonining udulida Kar maydoni kenti deb atiladigan an'anaviy o'ltiraq rayon bor. Freud egoga o'xshamaydigani, Kar maydoni kenti texmi an'anaviy usulda loyihalangan, pakar binolardan tarkib topgan kichik o'ltiraq rayonidir. Freud egodan 12 yil burun silingan bu o'ltiraq rayoni oxirida Freud egoni shallab etgan bo'lib, bu ikki o'ltiraq rayoni o'xshash bir joyda bo'lsa-mu, ammo Kar maydoni kentidagi jinoyat va quruq uy nisbati Freud egonikidan to'g'an bo'lgan. Undaqda, bu bizning ulluq prinsipda ching turish nomida ijodiy tafakkurdan va yangilik yaratishdan voz kechishimiz kerakligidan derak beramdi? Albatta undaq emas. Ammo men Freud egoning hikoyasini ilgirkilar qoldirgan bilimlarni to'g'an mo'lcharlash xohishimizning bir misoli deb qarayman. Men yana shuni tavsiya qilmoqchimanki, ulluq mahoratlarni boshqalarga qaraganda texmi izchil mashq qilish ba'zida eng ijodiy choradir. Ko'pincha kishilar o'zida bor bo'lgan bilimlardan to'liq foydalanmaydi. Ilgirmi aytib o'tganimdek, hamma odam biladi bilan hamma odam qiladining orasida osmon zamin farq bor.